Demak, birinchi savolda nima deyilyapti? Kompyuter klaviaturasida 3 raqami tugmasi ishlamay qoldi. Masalan, 1 2 3 1 2 3 4 yozmoqchi bo'lganda ekranda mana shu uchlar yozilmaydi endi. Tak, mana uchlar yozilmaydi-da, bizda 1 2 1 2 4 ko'rinishida son hosil bo'ladi. Tushundilaringiz? Ya'ni nima bo'lyaptiki, klaviaturada son yozyapti, 3 ishlamayapti. Shunda 1 2 3 ni bosgani bilan ishlamaydi, 1 2 3 ni bosgani bilan ishlamaydi, 4 hosil bo'ladi. Ekranda aziz 6 xonali nechta turli son yozganda ekranda 12 89 hosil bo'ladi. Tushunishlaringiz uchun bitta misol keltiraman, qarang. Agar o'sha aziz 12 bitta 3 8 yana bitta 3 9 yozganda edi. 9 yozganda edi. Mana 3 ishlamasdi, mana 3 ham ishlamasdi-da, natijada 1289 hosil bo'lgan bo'lardi. Shu joygacha hamma tushungan bo'lsa, endi davom etamiz. Shunaqa holatlardan nechta deyapti. Birinchi hamma o'zining javobini yozib yuborsin-da. Xo'p, birinchi savol uchun mana qoldiraman, anaqa savol qoldiraman. Birinchi savol javobi nima deyman? Birinchi savol javobi nima? Bitta mana shuni tushunib olingizlar. Ekranda yoqib qo'ying. Men chunki anaqa bilan o'rganganman. Voy. Bitta mana shuni javobini, savolda yechilishini o'rgansalaringiz, xuddi shunday hozir yutuqli savol beraman bitta. Tak. Yaxshi, yaxshi. Javoblar kelib tushyapti. Hamma faol bo'lamiz, do'stlar. Prosta kirib, o'tirmaymiz choyda ichib, burchakda. Bo'ldi. Darsga kirdikmi, nimadir olib chiqib ketishimiz kerak yoki prosta kirmasligimiz kerak edi. Xo'p. Demak, tushuntirib boshlayman. Menda 6 ta mana bunaqa klaviaturani bosyapman. Uch, 4, 5, 6. Savol atrof bo'ldi. Nima qilmaydi? Mana 6 ta klaviaturani mana bosdim. Endi uchlarni hisobini olsam bo'ldi. Ya'ni mana 12 89 ixtiyoriy joyda joylashgani bilan uchlar misol uchun qanday bo'lishi mumkin? Mana bu yerda 3 ni yozib, mana bu yerda 3 ni yozib, qolgan joylarda 12 89 yozayotgan bo'lishi mumkin. Yoki mana boshida ikkita 3 ni bosib, keyin 12 89 ni bosayotgan bo'lishi mumkin. Savol sal qiyinroq. Yana da maydalashga harakat qilaman. Xullas, 6 ta joyga biz 2 ta 3 bosishimiz kerak. 6 ta joyga 2 ta 3 bosishimiz kerak. Bu degani yo mana men bu yerga yoza qolay. Yo birinchi bilan 1 va 2 da 3 bosiladi. Yo 1 va 3 da bosiladi. Mana bu yerda mana buni 1, birinchi, ikkinchi, uchinchi, 4-chi, 5-chi, 6-chi klaviatura deb nomlab olsam, yo 1 va 2 da, yo 1 va 3 da, yo 1 va 4 da. Mana shunday ketsam, oxiri va hokazo yo 1 va 6. 5 ta holat. 1 2, 1 3, 1 4, 1 xullas 5 ta holat. Keyin 2 va 3 ta bo'lishi mumkin. 3 qolganida 12 89. Keyingisida 4 ta holat, keyingisida 3 ta holat. Demak, 5, 4, 3, 2, 1 ning yig'indisi bu 15 bo'ladi. Bu easy yechilishi, ya'ni o'sha sizlar 4-sinflar mana shunaqa yechishi mumkin. Lekin men bolalarga kombinatorika mavzusini o'tib berganman. Men o'zimda o'quvchilarimga boshqacha tushuntiraman. Mabodo kimdir tushunmasa, bu ularda ayb emas. Birinchi usulni ko'rib o'tdik, endi ikkinchi usulga o'taman. Menda tanlanish uchun 6 ta joy mavjud va ulardan 2 ta joyi kerak menga. Demak, S 6 2. Kombinatorikada bu guruhlash bo'ladi. Buni hali kombinatorika mavzusi qilib, marafon davomida o'tib beraman bolalar. Juda anaqaga nima deydi? Buni ham shuni ham 4-sinflarga o'tadimi, qiyin deb o'ylamanglar. Sekin-sekin nima deydi? Misollarni ko'raversizlar, o'rganib ketasizlar. Demak, S 6 2, buni ham yechimini ko'rsatib ketaman. 6 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan 4 faktorial. Ya'ni bu 4 faktorial 6 minus 2 ni beradi. 6 faktorialda 4 faktorial kara 5 kara 6 deyman.
Pastda 2 faktorial kara 4 faktorial. Yana bir marta aytaman, kimdir tushunmasa bu majbur emas tushunishga. Birinchi usulni tushungan bo'lsalaring bo'ldi. Natijada o 15 chiqadi bu yerda ham. Bu siz so'rashingiz mumkin, ustoz, bu anaqa-yu nima deydi? Nima deyishingiz mumkin endi? Ustoz bu qiyin-ku deyishingiz mumkin. Ha, qiyin. Endi nima qilamiz? Qiyin narsalarni ham o'rganishimiz kerak. Demak, bu Al-Xorazmiy 2024-yil tushgan savolning yechimi edi. Tushunarli bo'ldimi? Mana boshi sal cho'zilib ketdi, lekin bolalar ishoninglar, bu sal qiyinroq misolida umumiy holatda. Yaxshi gruppa yoki oldindan joy ko'p o'qib yurganlarga zerikarli tuyuldi deb o'ylamayman, chunki baribir ham ikkita usul o'rganib olishdi. Tushunarli bo'ldimi? Yozaveramiz, keyin davom etamiz ikkinchi misoldan. Yo'q, ikkinchi misoldan davom etmaymiz. Bitta buni tushunib olgan bo'lsalaring, men savol beraman, yutuqli savol. Birinchi yutuqli savol egasini anaqa qilib qo'ygin, aniqlab qo'ygin. Shuni screenshot qilib qo'ygan o'sha anaqa. Tak. Tushunarli bo'ldimi desam, hech kim yozmayaptimi yoki-da? Yo'q. Ha. To'g'risi juda tushunarli bo'lmagan bo'lsa, 3-usulga, ikkinchi usul endi aytdim-ku, juda majbur emassizlar. Hali kombinatorika mavzusida o'tib beraman uni. Kombinatorika mavzusini qisman anaqada o'taman. Ismi nima edi? Marafonda. Hali marafonda kombinatorika mavzumiz bor. Bugun kirish bo'lganiga men bilmayman endi kim qaysi darajalarga, shu uchun ham mana shu tahlil darsini tanladim. Xo'p. Savolni beraman. Xuddi shunaqa savol beraman, sal boshqacharoq bo'ladi faqat. Tak. Savol shunaqa, yozyapman savol. Yutuqli savol 2 deyman, yozaman, boshladim. Xo'p. Klaviaturada 2 mana yozyapman. Najmiddin 6 ta nima edi? Ekranda 6 xonali nechta turli son yozganda 6 xonali nechta turli son yozganda endi 6 xonali emasda boshqa xonaliga o'zgartiraman. Turli son yozganda ekranda hosil bo'ladi. Xuddi shunday savol, faqatgina sonlari va nimaqalari o'zgardi ozgina. Demak, savolni o'qishlaring mumkin bemalol, tashladim. Savol shunaqa bo'lyapti. Yutuqli savol 2. Klaviaturada 2, 3 va 5 raqamlari ishlamaydi. Najmiddin 7 xonali nechta turli son yozganda ekranda 76894 hosil bo'ladi. Ozgina kalashdan savol. Shuni kommentiga yozsin. Ha, aynan shuni kommentiga yozinglar, do'stlar. Do'stlar deb. Javobini yozing. Tashla. Mana. Ko'rdingizmi? Men ishlab bo'ldim, sizlarchi? Xo'p, davom etaveramizmi yoki-da ozgina kutaymi javob berishlaringni? Hozircha to'g'ri javob kelmadi. Akbar ozgina adashildi, ozgina emas o'zi. Nimadirlar hisobga olinmadi hozir. Sal qiyinroq berib yubordim. Balki ichimizda wunderkindlar aniqlab olarmiz deb. Hozircha ham to'g'ri javob kelmadi. Da.
Kelibdi ekan, a? Zo'r, nima? To'g'ri javob bor. Hozir kimnikiligini aytmayman, chunki ozgina interestni qilaylik, saqlaylik. Bora belgilab qo'ydingiz-a to'g'ri javobni. Demak, to'g'ri javobimiz bor. Yechimini ko'rsataymi? Yechimini ko'rsatib o'tib ketaymi? Kimlar yecha olmagan bo'lsa, do'stlar. O'zi birinchisi qiyin savol bilan boshlandi. Agar endi tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsa, iltimos anaqaga panikaga tushmanglar. O'zi bunchalik qiyin emas. Faqatgina kombinatorika bo'limiga uchrab qoldilaring va men ham yaxshi ko'raman bu bo'limni. Shunga bosib ketyapman savollarni. Tak. Nima gap ekan? Hech gap yo'qmi? Demak, bu savolda yechimiga keladigan bo'lsak, boyaginda ozgina tushunmaganlar bo'lsa, bunda nasib bo'lsa tushunib ketasizlar. Qaranglar. Endi bizda 6 ta emasda, qani endi anaqamiz? 6 ta emasda 7 ta anaqa bor. Ismi nima edi? Klaviatura bor. Endi bizda 7 ta klaviatura bor va ikkitasi ishlamaydi. 7 tadan ikkitasi nechta holatda ishlamasdi, sizlarcha? 7 tadan ikkitasi mana birinchi bilan 6 ta. Mana 1 bilan 6 ta. 2 bilan 5 ta. Va hokazo 1 dan 6 gacha yig'indi bo'lib qoladi-da. Bu yerda 21 ta holat bor. Endi 21 chiqarganlar xursand bo'lmanglar. Qara. Mana bu. Qaytadan olib qo'yasizlar. Tak, to'g'ri javob bor ichkarida. Endi 21 chiqarganlar xursand bo'lmanglar. Sababi bizda 3 ta raqam ishlamayapti, do'stlar. Bizda 3 ta raqam ishlamayapti degani, misol uchun tasavvur qilinglar, mana bunaqa bo'ldi. 1 2 3 4 5 6 7 ta, ya. Sizda ishlamayotgan raqamlar bo'lsin, mana aytaylik. Mana bu bilan mana bu ishlamayotgan bo'lsin, ikkitasi. Qolgan 5 tasi ishlayapti. Demak, ishlamayotganlarga xohlasangiz shart bo'yicha 1 bilan o'zi shartda necha dedim? 2 edi. 2 bilan 2 ishlamasligi mumkin. 2 bilan 3 ishlamasligi mumkin xohlasa. Xohlasa 2 bilan 5 ishlamasligi mumkin. Demak, 2 bilan 3 ta holat, 3 bilan 3 ta holat, 5 bilan 3 ta holat, jami 9 ta holat mana shu ikkita klaviaturani bosilishi bo'lishi mumkin. Ya'ni 2 bilan 3, 2 bilan 2, 2 bilan 5, 3 ta. 3 bilan 3, 3 bilan 2, 3 bilan 5, 3 ta. 5 bilan 2, 5 bilan 3, 5 bilan 5 yana 3 ta, jami 9 ta holat. Shunda 9 kara 21 teng 189 javob bo'ladi va men juda xursandman, buni javobini topganlar ham bor ichimizda, to'g'rimi? Buni ham hisobga olib qo'ydingiz-a? Demak, birinchi savolimiz ham cho'zilib ketdi va nihoyat ikkinchi savolga o'tamiz. Demak, ikkinchi savol. AB kesma ketma-ket kelgan S va D nuqtalar yordamida xullas bo'linyapti ekan. A nuqtadan D kesma o'rtasigacha bo'lgan masofa, DB kesma o'rtasigacha bo'lgan masofa 31, CD kesma o'rtasigacha bo'lgan masofa 16. Orasidagi masofani toping debdi. Xo'p, ikkini javobini yozib qo'yaylik birinchi. Darsda bo'layotganimizni his qilib turaymi? Sizlar ham darsda men bilan birgamisizlar? Ikkinchi savol javobi desam, ikkinchi savol javobini qoldiringizlar. Tak. A nuqtadan D bu o'rtasigacha bo'lgan masofa 31. Mana bu yerda endi bizda kesma bor bitta. Hop. A B kesma. S va D nuqtalar yordamida A si 3 ta kesmalarga bo'lingan. A nuqtadan D bu o'rtasigacha bo'lgan masofa 31. B si nuqtalar orasidagi masofa
S'dagi kesma o'rtasigacha bo'lgan. Yana qaranglar mana S, mana bu yerga D ni o'rnatdik. Endi DB o'rtasi, ya'ni mana bu yer o'rtasi deb oladigan bo'lsam, shu yergacha bo'lgan masofa A dan mana shu yergacha bo'lgan masofa 31 ekan. Tak, endi bu ham Al-Xorazmiy 2024-yilda tushgan savol. SD kesma o'rtasigacha bo'lgan masofa esa, SD kesma o'rtasi mana bu desam, boshqa rangdan ham foydalanay. Mana shu yergacha bo'lgan masofa esa 16 ekan. Demak, bizdan so'rayapti B va C nuqtalar orasidagi masofa. Xo'p, menimcha javob qoldirganlarning ichida to'g'ri javob 100% bor, chunki bu yerda hazlakan bolalar o'tirgani yo'q menimcha. Tak, bitta narsa. Agar mana buni agar mana bu A desam, bu ham A bo'ladi. To'g'rimi? Sababi o'rtasi edi-ku. Mana buni B desam, bu ham B bo'ladi. Va bizdan so'ralayotgan narsa 2A, ya'ni mana C dan B gacha bo'lgan masofa 2A plus 2B so'ralyapti. Buni tushundilaringiz. Biz so'ralayotgan mana masala yechayotganda, qarang do'stim, mana bu zaryadniga berib turalasizmi? Hey. Shunday. Just calm. Anaqa ber. Men qo'yib qo'yadigani bor edi-ku. Zo'r yana bir bor. Tak. Jaket ko'rgandim, hali tavsiya qilib bo'ldi. Endi iloji yo'q. Yaxshiroq tushunishimiz kerak. Hatto 15 ta qilsak ham muhimi yaxshiroq tushunaylik-da. Tak, menimcha ko'rinyapti hammasi yaxshi. Hamma qarab o'tira olaman. Demak, qaranglar. Bizda bor narsa mana bu 31 dan 16 ni ayirib tashlasam, qaranglar, 31 dan 16 ni ayirib tashlasam, bu 15 chiqadi-ku. Bu A plus B ga teng. Buni hamma biladi. Chunki mana 16 bu A dan mana bu X nuqtagacha bo'lgan masofa, Y nuqtagacha bo'lgan masofa 31. Ayirib tashlasam A plus B 15 ekan. Demak, bizga 2A plus 2B kerakmi? Demak, 2 barobar ko'pi bizga 30 ekan. 30 deganim esa D nuqtada joylashgan. Xo'p, ikkinchi savolchi. Tushunarlimi? Endi bu yoqni sal tezroq ketaman. Tushunib ketayotgan bo'lsalaring, sal tezroq yurib ketaman. Birorta yana o'rtasida yutuqli savol uchrasak, davom etamiz. Qani men hatto mana shuni bilib olay. Ha, demak tushunarli degani yo'q deyapsiz-da. Yana mana shu motivatsiyani o'ldirib yuboradi-da. Qanday tushuntirishim mumkin? O'ylab ko'ring, mana Shahnoza degan profilni yozyapsiz. Yo'q. Iloji yo'q. Agar siz mabodo 1-sinf yoki 2-sinf yokida tayyorgarlik ko'rmagan bo'lsangiz, men anaqa qilib bera olmayman uni. Mezga solib qo'ya olmayman. Bu kak tayyorroqlar uchun bo'lyapti-da hozirgi. Ozgina yo'q-yo'g'ini to'g'rilab oladiganlar. Tak, 3-savol. 3 ta sayohatchi birgalikda cho'lni kesib o'tishmoqda. Mubinaning suvi tugagan paytda Solihada 5 litr, Yasminada 4 litr bordi. Qarang mana. Bizda kimlar bor? Demak, yozib olaman. Testda doim yozib ishlanglar, do'stlar. Eslaringizdan chiqib ketadi bo'lmasa, qayta-qayta o'qiverasizlar. Mana bugun nima haqida ham gaplashamiz dedim-ku? Testda tezroq yechish haqida gaplashamiz dedim-ku? Testda odatda shartlarda qisqa shart bekorga mana 4-sinfgacha, ya'ni maktabda boshlang'ich ta'limda bekorga qisqa sharti degan mavzular o'tilmaydi-da. Qisqa sharti degani nima kerak bizga desak, mana 10 qator narsani 2 ta qatorga qisqa shart qilasan. Mana aytaylik, bizda kim haqida? Mubina, Soliha va Yasmina haqida gap ketyapti. Mana M, S, Y qildim. Endi Mubinada tugagan payt 0 bo'ladi. Solihada 5 litr, Yasminada 4 litr bor edi. Mana ko'ryapsizlar, mana shu 2 ta qator narsani men ozgina narsaga sig'dirib oldim. Endi qaytib qarab o'tirmayman tepaga. Ular suvlarni o'zaro teng taqsimladilar. O'zaro teng taqsimlagandan keyin 3 litr, 3 litr, 3 litr taqsimlaydi-da, общий 9 bo'lgandan keyin. Mubina olgan suv uchun jami $36 to'ladi. Mubina 3 litr suv uchun $36 to'lagan bo'lsa,
har 1 litriga 12 dollardan tushdi-da. Buni ham menimcha hamma tushundi. Mubina Solihaga necha dollar bergan? Endi Soliha o'zidan 2 litr beryapti Mubinaga. Bu esa o'zidan 1 litr beryapti Mubinaga. Demak, o'z-o'zidan bu 24 dollar oladi. Bu 12 dollar oladi. Ko'rdilaringmi? Aslida yozib ishlasalaring hech qanaqasiga qiyin emas. Mubina Solihaga necha dollar bergan? 24 dollar. Javobimiz D ekan. Xo'p. Demak, 3-savolni ham hal qildik. Endi bitta-bitta so'rab o'tirmayman. Ko'pchilik tushunmabdi ekan. Yo'q, ha, teacher. Mayli, halar ko'proq-ku. Yaxshi bo'layotgandir. Tak, 4. Mohirning ukasidan 1 yosh katta va opasidan 1 yosh kichik. Mohir ukasidan 1 yosh katta va opasidan 1 yosh kichik. Ularning uchalasining yoshlari yig'indisi 39. Uning opasi necha yoshda? Demak, bu yerda ham xuddi shunday. Mohir opasi va ukasi haqida gap ketyapti. Mohir ukasidan 1 yosh katta, opasidan 1 yosh kichik. Demak, eng kichik ukasi x yoshda bo'lsa, Mohir undan 1 yosh katta. Opasi esa Mohirdan ham 1 yosh katta. Demak, uchalasiniki, qaranglar mana. X plus 1, x plus 2 yig'indi 3x plus 3 bo'ladi. Harflar bilan qo'shiladi, sonlar bilan va bu natijada teng bo'lyapti 39 ga. Bu tenglamani yechishni bilmaydiganlar menimcha Prezident maktabiga tayyorlanyapman deyish shart emas, mabodo 4-sinf bo'lsa. 3x teng 36, x teng 12. Xo'p, bizga kimning yoshi kerak edi? Ko'pchilik shuni topgandan keyin, ha 12 deb urib ketadigan mana shunaqalar ham bor-da. Testda o'zi zo'r bo'ladi, lekin dovdir bo'ladi. Testni bekorga 30 tadan 20 ta, 21 ta chiqib yurmaydi. Kuchsizligi uchun emas. Mana shunaqa 12 ni topdim, 12 ni belgilab ketadi. Oldin to'xtaymiz. Bitta savolni hal qildikmi? Buni yo'qotmasligimiz kerak. Ya'ni bu balimizni biz yo'qotmasligimiz kerak. 2 1 bal ko'p narsani hal qiladi. Shuning uchun qaraymiz, opasi undan 2 yosh katta edi, eng kichigidan. Mohirdan 1 yosh katta edi. Demak, eng kichigi 12 mi? Demak, opasi 14 yosh deymiz. Masalamiz hal. Mohir ukasidan 1 yosh, opasidan 1 yosh kichik. Bo'ldi. 5-savol. Abdulaziz, Botir va Behruz kutubxonada 999 ta kitobni joylab chiqishdi. Abdulaziz 3 soat, Botir 4 soat, Behruz 5 soat ishladi. Ular har xil tezlikda ishlaydi. Abdulaziz 5 ta kitob joylagan vaqtda, mana qaranglar. Mana endi Abdulaziz, Botir va Behruz. Behruzni mana B deb qo'ya qoling. Birinchi qisqa shartini aytdim, Abdulaziz 3 soat ishlayapti. Behruz, Botir 4 soat ishlayapti. Xo'p. Keyin kim qolyapti? Behruz 5 soat ishlayapti. Endicha ular har xil tezlikda ishlaydi. Abdulaziz 5 ta kitob joylagan payti, Botir 3 ta, Behruz 2 ta. Bu 5 ta joylasa, bu 3 ta joylaydi. Bu 2 ta joylaydi. O'sha ya'ni 1 soatda aytaylik. Endi 1 soat emas o'zi umuman. Bu 5 ta joylaganda bu 3 ta, bu 2 ta joylaydi. Abdulaziz nechta kitobni joylashtirgan deyapti. Qaranglar. Abdulaziz nechta kitobni joylashtirgan? Tak. 3 soat 5 tadan emasda qandaydir 15x 12 10 22 37 3 27. Xullas bunaqa bo'lyapti, qaranglar. Agar bu qanchadir minutda 5 ta joylashtirayotgan bo'lsa, 1 soatda o'shanaqalardan qanday osonroq tushuntirsam ekan. Xo'p, qarang, agar soatiga 5 ta joylashtirganda 3 soatda mana Abdulaziz 15 ta joylashtirgan bo'lardi. Agar soatiga 3 ta joylashtirganda Behruz o'sha soatiga deb oladigan bo'lsak, bu 12 ta joylashtirgan bo'lar 4 soatda. Bu esa Botir, Behruz esa 10 ta joylashtirgan bo'lardi. Lekin soatiga 5 ta joylashtirmas ekan. Chunki qo'shsangiz hozir bularni, qo'shib chiqsangiz 27 37 bo'lib qoladi. Lekin bizda 999 ta kitob joylashtirildi. Demak, nima bo'pti ekan?
15 ta 3 soatda 15 ta joylashtirmadi. 3 soatda qandaydir 15 x ta joylashtirdi. Keyingisi esa 12 x ta, keyingisi esa 10 x ta. Nima uchun x ni qo'shib oldingiz desangiz, endi demak soatiga 5 ta joylashtirmabdi. Soatiga qandaydir 5x tadan joylashtiribdi. Bu 5x joylashtirgan payti narigi 3x joylashtiradi. Sababi har 5 tadan 12 3 ta 12 2 ta ketyapti. Shunda 5x ketsa 3x 2x ketadi. Va bu 999 ga teng ekan. 37x teng 999, x teng 3 bo'ladigan bo'lsa 3 kara 9 27. To'g'ri yozdim, hech qilib hisob kitobgacha yo'qman. 27 bo'lsa Abdulaziz nechta kitob joylashtirgan? Bizga Abdulaziz 15x edi. Demak 15 ga ko'paytirib oladigan bo'lsam, 5 ga ko'paytirsam 135, 3 ga ko'paytirsam 405 adashmasam. Shunda javobimiz C bo'lyapti. Xo'p, 5 gacha deyman. Tushunarlimi do'stlarim deb qo'yaman. Xo'p, 5 gacha tushunarli bo'lyaptimi? Mabodo tushunmayotgan bo'lsalaring, bu ham muammo emas. Sababi bu anaqa deyarli imtihonda tushishi mumkin bo'lgan savollardan yig'ilyapti. Demak, bular bungacha hali sizlarda 1 oy, 1,5 oy vaqt bor bemalol. 2 oy daji. Yo'q, 1,5 oy ekan. Xo'p. Demak, davom etamiz unda. 6-savol. 6 ni javobini yozinglarchi. Shu aktivni ishlab turmasak uxlab qolasizlar-da, shu uchun 6 ni javobi, 7 ni javobi deb so'rab turaman. Bunga xafa bo'lmaysizlar. 6 ni javobi. Xo'p, ABCD uchburchak yuzini toping deyapti mana shu vaziyatda. Xo'p. Tozalab tashlashga majburman, sababi mana bu yerda ham yechim qilaman hozir. Qani yozishibdimikan o'zi? 6 ni javobini. Bitta yozsalaringiz yetadi, boyagi 88 ta shart emas. Xo'p. Xo'p. Boshladik unda. Mana uni shunday tepaga chiqaraman. Mana uni shunday bu yoqqa keltiraman. To'g'ri to'rtburchakka to'ldirib oldim. Qarasalaring, ko'k chiziq bilan to'g'ri to'rtburchak. O'zi mana ABD uchburchakning yuzini hozir topa olmaymiz. Uchburchak yuzini topish mana birdan o'rgatib ketaman. Uchburchak yuzini topish mana qaranglar. Bizda mana bunaqa uchburchak bor va uni balandligi bor. Bu h bo'lsa, mana bu a bo'lsa, uchburchak yuzi qanday topiladi? S teng a ko'paytirilgan h taqsim 2. A h taqsim 2 uchburchak yuzi. Buni isbotini ham qilib berayman. Ya'ni uchburchak yuzini isbotini ham qilib beraymi? Yozib olinglarchi. Mana nima uchun a h taqsim 2 bo'ladi? Biladiganlar esa yozib olinglar. Xo'p. Yana bir marta aytaman, bugun cho'zilib ketayotgan sababi ko'p mavzularga kirib chiqishimizga to'g'ri keladi. Dajboy kombinatorikaga kirib chiqdik, endi mana uchburchaklarga kirib chiqyapmiz. Qani bir nimalar yozinglarchi, isbotini ham qilib beraymi deganman. Hech kim yozmabdi. Ha, yo'q ustoz debdi, shart emas debdi. Yo'q, qilib bermang. Xo'p. Mayli qilib bera qolay endi. Xo'p, nima qilamiz? Bunday to'ldiramiz. Bilishimni vaqtlanib ketay buni. Endi hamma biladi buni, 4-sinf o'quvchilari ham biladi-yu. Endi-da qiziq kimgadir. Ya'ni nima uchun AH taqsim 2? Mana to'g'ri to'rtburchakning yuzini bilasizlar, nechiligini. Nechi bo'ladi? Mana h bo'lsa, bu ham h. Demak, s teng a ko'paygan h. Ya'ni a ko'paygan b. Buni bilardilaring. Buni hamma biladi menimcha. Endi uchburchak mana bu bilan mana bu teng, mana bu bilan mana bu teng. Demak,
Yarmiga teng ekan AH'ni. Shuning uchun ham S teng AH taqsim 2 degan formuladan foydalanamiz ekan. Lekin bizda AB'da uchburchakda na A bor, na H bor. Demak, nima qilamiz bu vaziyatda? Bu vaziyatda to'ldirib olish usulidan foydalanamiz va bu juda ko'p joyda asqotadi. Bu o'tgan yili Al-Xorazmiyda ham xuddi shunaqa savol tushgan do'stlar. Yuzaga doir, ya'ni o'sha to'ldirib olib, keraksiz uchburchaklarni ayiraveramiz. Ya'ni mana bu uchburchakning yuzi, mana bu uchburchakning yuzi 4 kara 3 taqsim 2, ya'ni 6. Ya'ni 6 mana uchburchak yuzi. Nimaga? Xuddi hozir tushuntirganimdek, balandligi 4, bunisi 3. 3 ni 4 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsam, bu 6 ga teng. Bunisinikichi 27. Sababi 9 6 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsam, 27. Tepadaginikichi bitta tomoni 2, chunki jami 6 edi. Mana bu tomoni 12. Demak, buni yuzi 12 ga teng. Endi katta to'rtburchakning yuzi S kattaniki, ya'ni mana buniki. Qaranglar. Bo'yaydigani qayerda bor ekan buni? Xo'p, katta deganda mana umumiyni nazarda tutib, o'shani birta tomoni 6, bitta tomoni 12. 6 kar 12 72. Bu 72 katta to'rtburchakniki. Endi atroflaridagi keraksiz uchburchaklarni, ya'ni undan 72 dan 12 ni, mana bu 6 ni, mana bu yerdagi 6 ni, bu yerdagi 12 ni va bu yerdagi 27 ni ayirib tashlasam, men o'rtadagi ABD ni yuzini topgan bo'laman. Bu 18. Tak, 18 ga 27, 45. 45 ni ayirib tashlasam, 25, 27 adashmasam. Bo'ldi. Demak, 27 degan javob chiqdi. 6-savol. 6-savol ham tushunarlimi? Xo'p. 6-savol tushunarli bo'lsa, bitta yutuqli savol o'ynaveramizmi shu joyiga? Nima dedilaringiz? Yo'q, o'ynaveramiz. Nima hozir nima tezroq tugatib nimaga erishmoqchisiz? 10 gacha qilib beraman, bo'ldi, tugataman. Qarang, qimlatsam menga. Bo'lmaydi, men palapartish dars o'ta olmayman bunday tez tushuntirib, mana vaqtiga tugatish uchun. Darsmi dars? Cho'zilib ketmaydimi? Hech kim qolmasa ham mayli. Davay, yutuqli. Go. Tak, yutuqli savolni men shu yerga yozaman. Geometriyadan bo'ladi endi bu savolimiz. Tak. Koordinatalar sistemasiga taalluqli bo'ladi bu endi. Yutuqli savol 3 deganimda anaqasiga yozasizlar javoblaringni. Xo'p. Mana bu koordinatalar sistemasi va buni hamma bilsa kerak. Shu yerda 3 ta nuqta joylashyapti. Birinchi nuqtamiz A nuqtamiz to'ru 2 nuqta. Va yana bitta nuqtamiz B nuqtamiz. Bu 10 to'r nuqta. Va yana bitta nuqtamiz bu S nuqtamiz. Bu necha desak bo'ladi endi? Ha, keling. 7 8 nuqta bo'la qolsin. ABC uchburchakning yuzini topinglar. Shu vaziyatda ABC uchburchakning yuzini topamiz. Yutuqli savol 3 deganini kommentida qoldiramiz. Demak, ko'ryapsizlarki, yutuqli savollarimiz bir-biriga bog'liq ravishda ketyapti. Mayli, men ham yechib olsam? Mayli. Yozmaydigan 3 ga berganmisan? 3. Bo'ldi. Demak,
Aytib qo'yish kerak nima desam bo'lasan. Ishini olib kelib. Mhm. Jim bo'lib qoldik-a? Meni yechib olay endi. Xo'p. Qani bizda aqlli o'quvchilar javob qoldira olishibdimikan? Uzr, bizga ko'rinmayapti. Xo'p, mayli ko'rinmayotgan bo'lsa aytib o'taman. Koordinatalari A to'ru 2, A to'ru 2, B 14, 14 va C 708. 708 nuqtalarda bo'lgan uchburchak yuzini toping degan savol edi. Hop, uchlari mana. Ko'rinmayotgan bo'lsa kommentga tashladim, uni hozir bu yoqqa ham tashlab qo'yaman. Mana shu savol edi. Uchlari to'g'ri 2, 14, 708 nuqtalarda bo'lgan uchburchak yuzini toping. Uyqu kelib qoldimi deymanda, ko'pchilik chiqib ketib qoldi. Ko'pchilik mana qilib o'ylashi mumkin, ertaga darsi bor, uxlasin, dam olsin, lekin men bu yerda ham bir narsadan o'rganib ketsa, mana siklni takrorlab yurgan bolalar bo'ladi-da. Bitta joyga boradi, ertasi kuni xuddi shu kitob bo'yicha vazifa qilib keladi. Keyin so'raysiz undan. Mayli, ana bolalar yechib turgan payti mabodo uydagilar eshitayotgan bo'lsa tushuntirib tura qoling. Keyin birdan yechimini qilib ketaman. Anaqa bo'ladi-da. Boradi, bitta kitobni ichar keladi, ikkinchi mavzuni ichar keladi, uchinchi mavzuni ichar. Boyagi bir xil sikl bo'yicha yuradida, lekin xo'p, qaysidir mavzuni bilmaydi-ku, so'rab olmagan bo'ladi. Shunaqa bolalar bo'lgan, 1 yil borgan, ishga doir misolda biror marta so'ramagan. O'zi bilmasligini biladi bola. So'ramagan. Bu degani qolipdan chiqishi uchun, farzandingiz anovlardan yaxshiroq bo'lish uchun, demak, nimadirlarni qo'shimcha olishga harakat qilish kerak. Ana gruppasi bilan bir xil. Siz agar bitta gruppaga jo'natayotgan bo'lsangiz, undan kattaroq, ya'ni u gruppadan balandroq natija kutishingiz ham xatoroq-da. Boradi, o'rganadi, nimadir yo'q bu o'sishi yo'q degani emas, o'sadi, lekin ulardan da yaxshi bo'lib ketish uchun demak qo'shimcha nimadirlar olish kerak. Shu uchun ham o'rgansin, ko'proq o'rgansin. Mendan bo'ladimi, boshqadan bo'ladimi, qayerdan bo'lsa o'rgansin, lekin ortiqcha bosimsiz. Qiziqsa o'rgansin-da, qiziqmasa o'rgana olmaydi. Qiziqmasa o'qishning ma'nosi yo'q o'zi aslida. Xo'p, demak, qilib oldilaringmi buni? Javobi mana, hozir 3-yutuqli savolga shunaqa javob qoldirishgan bo'lish kerak. Birinchi kommentda Bunaqa tuganing oxirida birinchi o'zing ko'rinadi, o'shandan nima qilaveradi? Edit qilgan bo'lsa, to'g'ri bo'lmaydi. Ha, edit qilmanglar. Demak, bor ekan to'g'ri javoblar ham. Tepasida shu vaqtiga qarab qo'yasan o'zing. Demak, yechimi qanaqa edi buni? Mana uni o'tkazib olamiz. Keyin buni o'tkazib olamiz. Keyin buni ham o'tkazib olamiz. Ana uchburchak yasadik. Endi buni mana bu yoqqa, xo'p, bunisini mana bu yoqqa, bunisini mana bu yoqqa bo'lsa, bunisini mana shunaqa to'rtburchak yasab oldik atrofiga. Endi do'stlar, mana bu masofa o'zi 2 edi balandligi. Ya'ni mana bu 2 degani aslida. Mana bu aslida 4 degani. 2 dan to 7 gacha ko'tarildimi?
Yo'q, 8 gacha ko'tarildi. 2 dan 8 gacha ko'tarilsa mana 6 ekan. 4 dan 7 gacha surilsa bu 3 ekan. Chunki mana 7 da bu. Mana 4. Mana 4 bo'lsa mana 7. Mana bunday tushirsam mana 7 nuqta. Demak bu 3 ekan. Mana bunisi ham 3 ekan. Sababi 7 dan 10 gacha boryapti. Mana bunisi 4 ekan, bunisi 2 ekan, mana общийsi 6 ekan. Yuzalar topaman. 4 kar 3 taqsim 2 6, 6 kar 3 taqsim 2 9, 6 kar 2 taqsim 2 6. 9, 6, 6 ni yig'indisi bu 12, 21 bo'ladi. Общий yuza esa 36 edi. Ya'ni 6 kar 6 36 edi. 21 da ayirib tashlasak 15 chiqyapti. Tushunarli bo'ldi deb faraz qilaman. Tushunarli bo'lmagan bo'lsa ham bu yutuqli savol, ya'ni sal qiyinroq savoldi. Shu uchun hafsalang, pir qilmaysizlar. O'zi borgan sari odam kamayib ketyapti. Yo yo qiyin narsalar o'rgatyapmanmi? Xo'p, 7-savol. Tahlilga keldik. Bir 10 tacha qilaylik, keyin yana bir o'tirib gaplashib olamiz. Yana savollaring bo'lsa berasizlar. Ya'ni bir o'tirib dildan suhbat qilib olamiz. O'zi kimda nima problema, nima muammo bo'lyapti? Shu narsalarni. 7. Bunyodkor stadionda 5 ta o'yinchi ochiq darvozaga to'p tepishni mashq qilishyapti. Ular ochiq darvozaga bexato gol urishadi. O'yinchilar 1 dan 5 gacha raqamlangan. Ikkinchi o'yinchi birinchi o'yinchiga nechta to'p tepsa, shundan 2 ta kam. Birinchi o'yinchi nechta to'p tepsa 2 ta kam. Uchinchi o'yinchi esa ikkinchidan 3 ta ko'p, bitta kam tepadi. To'rtinchidan bir xil tepadi. Birinchi o'yinchi 6 marta to'p tepsa, ular jami necha marta to'p tepishgan? Qaranglar. Demak, har doimgidek birinchi, ikkinchi, uchinchi, 4-chi, 5-chi, 6-chi o'yinchilar bor ekan. Yo'q, 5 ta ekan, 5-chi o'yinchigacha ekan. Birinchi o'yinchi 6 marta tepdi. Sraz buni yozib qo'yaman, 6 ta ekan. Endi ikkinchi o'yinchi birinchi o'yinchi nechta tepsa, shundan 2 ta kam. Demak, ikkinchisi 4 ta ekan. Uchinchi o'yinchi esa ikkinchidan 3 ta ko'p. Demak, uchinchi o'yinchida 7 ta ekan. To'rtinchisi esa uchinchidan bitta kam. Bu 6 ekan. 5-chi o'yinchi 4-chisi bilan bir xil tepadi, bu ham 6 ta ekan. Ular jami necha marta to'p tepgan bo'ladi shunda? 6 kar 3 18, 11 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak 29. Mana bu ham too easy question ekan. 8. Tezroq o'tib ketaveraman bulardan. Diqqat qilib turaverasizlar. Abbos bozordan jami 18 kilogramm banan va mandarin sotib olmoqchi. Bananning narxi shuncha, mandarinning narxi shuncha. Agar Abbos mevalarni sotib olish uchun shuncha pul sarflashni istamasa, shuncha so'mdan ko'p pul sarflashni istamasa, u eng ko'p bilan necha kilogramm mandarin sotib olishi mumkin? Bananning narxi 22 ming, mandarin narxi 33 ming. Mevani sotib olish uchun eng ko'p bilan necha? Sotib olish uchun 530 ming so'mdan ko'p pul sarflashni istamasa, eng ko'pi bilan necha kilogramm mandarin sotib olishi mumkin? Demak, 530 ming maksimal sarflanadigan summasi. 530 mingni mandaringa bo'lamiz endi. 33 ming. Xo'p, endi 33 mingi ham shart emas. 33 ga bo'ladigan bo'lsam, bittadan 33 20 200 ni ichida 200 ichida nima bo'ladi? 6 tadanmi? 6 tadan bo'lsa 16 kilogramm bo'lyapti, lekin bu endi qaranglar-da, shu yerda ikki xil narsani tushunish mumkin bu yerda testdan. Birinchisi 16 kilogramm banan va mandarin desa, bananni olmaydi deb hisoblasangiz ham bo'lardi aslida. Lekin bu yerda 16 chiqyaptimi? Demak, 16 kilogramm yo'q, 17 kilogrammga esa pul yetmaydi. Demak, bananni olyapti deb hisoblabdi ekan. Ya'ni banan ham olyapti deb hisoblasa, shunda 15 chiqmaydimi? Bananning narxi shundan. Bozordan jami 18 kilogramm banan va mandarin sotib olmoqchi. To'xtanglar. 18 kilogrammligi bor-ku. Agar faqat mandarin olganda, qaranglar, faqat mandarin olganda savol zo'r ekan. Faqat mandarin olganda 16 kilogrammga yetib 2000 so'm ortib qolardi, lekin 16 kilogramm bo'lib qolardi. Lekin bu 18 kilogramm olish kerak-ku. Demak, agar 15 kilogramm olsa ham 33 mingdan
Qolgan 3 kilogrammini 22 mingdan olsa ham oshib ketyapti. 15 kara 3 45. 45 kara 11. Xullas oshib ketib qolyapti-da mana bu 530 ming limitdan. Demakki 14 kilogramm olib ko'ramiz 33 minglikdan. Xo'p, 14 kara 33 necha bo'ladi endi? 330, 132, 462 ekan. 462 bo'lsa, qolgan 4 kilogrammini 22 mingdan 88 mingga olsa, demak 546 ming. Oshib ketib qoldi-ku. 14 kilogrammdan ham oshib ketib qolyapti. 14 kilogramm mandarin olsa ham oshib ketib qolyapti. Demak 12 kilogrammda tekshirib ko'ramiz endi. 12 kilogramm. O'zi qaranglar, o'zi xato qildik-da boshida, to'g'risi. Ya'ni xato qildim men. Bittalab ketib, aslida tenglama qilishim mumkin edi. Endi mayli shu yo'lda keta qolay. Tenglama qilishim mumkin deb bemalol, ya'ni 22x plus 33y kichkina 530 ming qilib, lekin ko'pchilikda ko'rib, qo'rqib darsdan chiqib ketishi mumkin edi. Shu uchun shu holatda davom ettiraman. 12 kilogrammda tekshirib ko'raman. 12 kilogramm 33 mingdan bo'lsa, bu 330 keyin 66. 396 ming bo'ladi. Keyin 6 kilogramm 22 mingdan. Bu 132 ming bo'ladi. Tushunaymi? Ha, 132 ming. Qo'shadigan bo'lsak, 400 528 ming bo'ladi. Shu yerda demak natija bo'ldi 12 kilogramm. 14 kilogrammda 13 kilogrammda ham demak bo'lmas ekan. Bu 12 kilogramm mandarin eng ko'pi bilan bu yog'i hal bo'ldi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. 9. Bir opera zalida 27 qator o'rindiqlar bor. Har bir qatorda undan oldingi qatorga qaraganda ikkita ko'proq o'rindiq bor. Opera zalida 27 qator o'rindiqlar bor. Har bir qatorda undan oldingi qatorga qaraganda ikkita ko'proq o'rindiqlar bor. Agar 14-qatorda 60 ta o'rindiq bo'lsa, ushbu opera zalida jami nechta o'rindiq bor? Qarang, bunday bo'lyapti-da. 27 ta qator, demak 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi va hokazo 14-chi va yana va hokazo 27-qator bor. 14-qatorda 60 ta bo'lsa, demak 13-qatorda 58 ta bo'lgan. Xo'p, 13-qatorda 58 ta bo'ldi degani o'zi qarang. Zo'r usul bor. Bittalab hisoblab o'tirmaysizlar. Bizga uning uchun 13 kerak va 15 kerak. 13 ta 58 ta bo'ldi. 15 ta 62 ta bo'ldi. Yig'indisi 28, qarang mana. 13 bilan 15 yig'indi 28, bu yoqdagi yig'indi esa 120. Keyin tepasidagi 12-qatorda 56 ta bor. Mana qarang. 12-qatorda 56 ta bor. Sababi ikkita kam. Bu yoqdagi 20 yo'q, 16-qatorda 64 ta bor. Yig'indi baribir 120. Mana shu saqlanib qolaveradi. 1-qatordagi bilan 27-qatordagida ham 120 bo'ladi. Xuddi shunday 120liklar 27 ta edi. 14 da aytsak 26 ta qoldi. 26 tani 2 ga bo'laman, sababi har ikkitasidan bitta 120 chiqyapti. 13 tasida 120 plus 4 tasidagi 14 da 60. Yoki, mayli, yoki poki shart emas. 120 bu 56 bo'lsa 100 plus 1560 ga 60 ni qo'shish bu 1620 bo'lyapti. Xo'p, 10-savolga yetib keldik. 10-savolni ko'rib bo'lgandan keyin bitta yutuqli savol o'ynab olamiz. Maktabda yutuqli savol egalarini anaqa qilib ketyapsan, belgilab. Maktabdagi 400 ta o'quvchining 250 tasi aniq fanlarga, 160 tasi esa tabiiy fanlarga qiziqadi. 30 ta o'quvchi esa faqatgina sportga qiziqadi. Faqatgina sportga, sportdan boshqa narsaga qiziqmaydi. Nechta o'quvchi ham aniq fanlar, nechta o'quvchi ham aniq ham tabiiy fanlarga qiziqadi. Demak, bu yerda bu bizga aytmoqchiki, diagramma tuzib ishlayapti. Euler Venn degan narsalar eshitgansizlar-ku, o'shaning diagrammasini tuzyapti. Demak, bu degani mana uni paka o'chirib tura qolgan, ishlab bo'lding-ku degani. Xo'p.
Neyroq qarab olsam qanday bo'ladi? Hozir esmayapti. Nimaga? Eshityapti. Ovozim eshitilyaptimi? Menimcha eshitilyapti-yu. Ha, eshitilyapti mana. Sen kirib ko'rdingmi? Xo'p. Maktabdagi 400 ta o'quvchining 250 tasi aniq fanlarga, 160 tasi tabiiy fanlarga, 30 ta o'quvchi esa faqatgina sportga qiziqadi. Sportdan boshqa narsaga qiziqmasa, demak 400 dan birinchi navbatda o'sha ayirib tashlayman. Nechtani? 30 tani. Bular sportchilar. 370 ta qoldi bizga aniq fanlarga va tabiiy fanlarga. Endi aniq va tabiiy fanlarni qo'shadigan bo'lsam, 250 ni 160 ga qo'shadigan bo'lsam, bu 410 bo'ladi. 410 kishi nima uchun bunaqa bo'lib ketdi? Sababi ham aniq fanga, ham tabiiy fanga boradiganlar qaranglar mana. Mana bular bilan mana kesishgan joyi borki, mana shu yerda x tasi o'tib ketib qoldi. Ya'ni ikkalasiga ham boradiganlar. Endi 410 dan 370 ni ayirsam 40. Ya'ni 40 kishi 2 marta hisoblanib ketdi. U aniq fanlarda ichida ham hisoblandi, tabiiy fanlarda ichida ham hisoblandi. Demak, mana u 40 kishi bo'ladigan bo'lsa, bizdan nechta o'quvchi ham aniq ham tabiiy fanlarga qiziqatyapti? Bizdan o'sha o'zi 40 tani so'ragan ekan. 40 tani qanday topdim? Sportda ayirib tashladim. Mana kimdir tushunmagan bo'lsa qaytib tushuntiryapman. 40 tani ayirib tashladim. 370 ta qoldi. 410 ta chiqyapti ikkalasiga yoki u yoki bunga qiziqadigan 410 ta chiqyapti. Lekin men ana ikkalasini kesishgan joyi bor-ku, shuni mana bunaqa ikkalasi kesishgan joyini men 2 marta sanadim. Aniqni ichida ham sanab ketdim, tabiiyni ichida ham. Demak, buni ayirib tashlashim kerakmi? O'sha narsa 40 ta narsa ekan, 2 marta hisoblanib ketgan narsa. Xo'p, bu yoq qanaqa misollar qoldi? Al-Xorazmiy savollar ham bor ekan. Demak, bitta yutuqli savol o'ynaymiz, do'stlar. Xo'p, bitta bir qanaqa yozaychi? Yutuqli savol qo'ramizmi? Qarang. Bu yutuqli savol qilayotganim bu maynavozchilik emas. O'tayotgan narsalarimni takrorlab ketyapman. Mana efirda o'tirish uchun yoki boshqa narsa uchun yutuqli emas. O'tayotgan narsalarimda hozir yana liboy yutuqli savol hozir tepadagiga bog'liq bo'ldi ishlab berganimga. Xo'p, bu yerda endi qaysi biriga bog'lasam yaxshiroq? Eiler-Wenga bog'layveramizmi bitta? Savol birdaniga kelishi qiyinda hozir. Xo'p. Qanaqa savol qilamiz? Yozyaptimi darsimiz 53 minutcha bo'libdi. Muhimi nimadir o'rganyapsizlar menimcha. Mayli, 10 ta savolga ko'p aslida. Bir 30 ta savolni men 30 minutda ham qilib beraman, lekin bir narsa o'rganayotgan bo'linglar. Endi yutuqli savolga keladigan bo'lsak, progressiya bersammikan yokida hop. Hozir 1 minut do'stlar. Topishim bilan tashlab hozir. Voy. Xo'p, sizlar ozgina bir choy poyida anaqa qilib tayyor bo'lib turinglar. Hozir 1 minutda tashlayman. Bog'liq bo'lishi kerak edi.
Mhm. Bitta osonroq savol beraverar ekan. Birinchi savolga o'xshab qolyapti-da. Mayli, men bu savolni beraman. Bundan oldingi savollarga bog'liq ozginagina. Hop, 4-chi bo'ladimi shunda yo 5-chimi? 4-chi. 4-chi yutuqli savol. Demanda mana kanalga tashlayapman savolni. 4-chi yutuqli savolni bitta bir qarab olinglarchi. Shu bilan. Xo'p, ungacha bolalar yechib turadigan bo'lsa, yana ota-onalar bilan ozgina muloqot qilib turamiz. Ungacha bolalar yechib turishadi. Qanaqa yana tezlikni oshirish bo'yicha yordam bo'lishi mumkin? Ustoz o'zingiz sekinsiz, 10 ta misolni 50 ming tahlil qilyapsizlar deb birdan men anaqa qilib tashlamanglar. Buni bolalarga yaxshiroq yetib borish uchun qilyapman. Xo'p, tezlikni uy sharoitida tezlikni oshirish deydi-ku, ana blogerlar. Tak, qanday bo'ladi? Bolangiz o'sha farzandingiz yechyapti testni, lekin sekin, ya'ni 3 soat yechsa, bemalol 30 tadan 28 ta, 27 ta yecha oladi. Lekin imtihon esa 1 soat yoki 50 minutga mo'ljallangan. U uchun nima qilasiz? Bir safar aytib o'tib ketdim Instagramdami, qayerdadir. Yana bir eslataman. Test beriladi 30 taliga, ustoz tomonidan yoki siz o'zingiz topasiz yoki mana kanalda beriladi testlar. Telefon qilib turing. Birinchi vaqtga qo'yib eshittirasiz. Ya'ni 30 minut, 30 minut bu kam juda. Boshida 1 soat vaqtga qo'yib eshittirasiz. Qolganlar javobini yozib turinglar, ungacha ota-onalar bilan bir gaplashib olaylik. 30 minut vaqtga qo'yib eshittirasiz testni. 1 soat, uzr. 1 soat vaqtga qo'yib eshittirasiz. Uni birinchi kalit sifatida olib qo'yasiz. Birinchi kalit, ya'ni o'sha birinchi yozgan kalit sifatida olib qo'yasiz-da. Keyin xohlasa 3 soat eshitsin, xohlasa 2 soat, xohlasa 4 soat eshitsin. Boshida shunday qiling. Ikkita kalitini ham tekshiring yokida ustozi ikkita kalitini ham tekshirsin. Boshqa offlaynda ustozi bo'lsa yoki siz onlaynda eshittiryapsizmi? Siz 2 marta eshittiring bolangizga. 1 marta vaqtga qo'yib eshittiring, 1 marta o'zi bemalol eshitsin. O'shanda siz keyin u bilan o'tirib maslahatlashing. Sizni yordamingizsiz, ya'ni ota-ona yordamisiz bu natijasi 0 ga teng bo'lib ketadi-da bolani. Siz o'tiring yoniga. Bolam, bunda 21 ta chiqibdi. Qayta ishlaganingda 25 ta ishlading. O'sha 4 ta savolni nima uchun yo'qotyapsan? Sekin o'qidingmi? Qiyinmikan? Ha, sekin o'qidim desa, jarayonlarini sekin-sekin o'sha nima deydi? Oson o'qishlar ham mavjud-da. Mana katta jadvalli bo'lsa, faqat savolini o'qib keyin ketish mumkin, tushunyapsizmi? Mana 2 minut sarflayaptimi? Demak, 1 minutda qanday yechish mumkin? Izlaning o'sha narsa. Ya'ni 1 minutda qanday yecha olarding, bolam? Oldin javobini o'qib olgan, ya'ni javobini deb o'sha oxirgi berilgan savolni, keyin kerakli narsalar terib olgan. U bola esa qayta o'qib vaqtini ketkazayotgan bo'lishi mumkin. O'sha narsalarni sekin hali yana full o'rgataman buni, balki onlayn kurs tashkil qilganda o'sha narsada ham aytib o'tib ketarman. Balki realniy keyslar bilan onlayn kursda, ya'ni mana marafonda ham o'rgatishga harakat qilaman, lekin marafonda bir haftada to'g'rilab olish mumkin emas-da buni birdaniga. Kurs tashkil qilganda, o'zimcha kurs tashkil qilsak kerak onlaynga. O'shanda ketma-ketligini nima qilib ketamiz, nima deydi? Bir safar mana 50 minutga beringda ikkita kalit qilib tekshirib ko'ring. Farqini analiz qiling. Ikkinchi safar 45 minutga bering. Uchinchi safar 40 minutga bering. 20 ta yoki 30 ta testni. Sekin o'sha narsani vaqtini tushirganingiz bilan bolangizni prosesda boyagi chiqarayotgan soni o'zgarmasdan turishi mumkin va bu yaxshi. Kam vaqtda tez eshitishni o'rganyapti. Kam vaqtda o'zi boshida panikaga tushadi, keyinchalik nima qilsam tezroq va ko'proq chiqaraman. Oldin polni anaqa bir boshidan ketayotgan bola endi terib bajaradigan bo'ladi. Xullas, shunga o'xshagan narsalar bor bir ikkita, hali ko'rib o'tamiz ularni ham polni. Endi birinchi darsda men
juda bir prezentatsiya bir narsalar bilan sizlarga tayyorlanmadim to'g'risi, lekin harakat qilaman mana shu jonli anaqalarda efirlarda berishga va kanallarda berib borishga. Mana bu yoqda javob keldimi yo'qmi? Javobini senga tashlab yuboraman hozir. Sraz kelgan ekan boshida. O'ziga yozib olasan yoki kommentda anaqa qoldiring deysan. Xo'p. Buni endi javobini kim to'g'ri topganini yozaveramiz. Buni bitta o'zlaringizga havola qilaman. To'g'ri javobni qaytadan yechib topib qo'yishga. Endi birinchi navbatda Xo'p, birinchi navbatda mana hozir jonli efirimizni sal davom ettiraman. Savol-javoblarga ozgina ochiqlayman. Undan oldin dars haqida fikrlaringiz agar negativ bo'lsa ham qabul qilaman. Ya'ni ustoz mana shu joyini to'g'rilang deb turib maslahat bermoqchi bo'lsangiz, xohlasangiz lichka ko'rib o'tib maslahat bering, faqatgina o'rinli bo'lsa. Lekin birinchi kun bo'lganini to'g'ri tushunasizlar darsimizni. Birinchi kun bo'lgani uchun o'sha planshetda ozgina muammo bo'lib qoldi, ozgina vaqtimiz sal cho'zilib ketib qoldi. Shuni to'g'ri tushungan holatda maslahat beringizlar, negativ berayotganlar ham yoki umuman olganda qaysi jihatlardir yoqqan bo'lsa yoki faqat zo'r bo'ldi emasda, yaxshiroq ta'rif bo'lsa, misol uchun endi ana maqtanglar demoqchi emasman. Faqatgina manfaat oldilaringizmi, foyda oldilaringizmi? Men harakat qildim kombinatorikani ichida o'rgatib borishga. Geometriya misollari bor edi, progressiya misollari bor edi. Bunaqa tipdagi savollarni bittalab tahlil qilib berish baribir vaqt oladi. Bu bitta mavzu emaski, tez o'tib ketadigan bo'lsa, ichida har xil mavzulari bor. Shu uchun bir minut vaqt beraman. 1 minut yoki da 1,5 minut men sukut saqlab turaman. Sizlar o'z fikrlaringizni, dars haqidagi fikrlaringizni yozib bo'lguncha, undan keyin yana bitta qismimiz bor dars tugatishiga. Chunki darsimizda hozir saldan keyin tugatishimiz mumkin. O'zi uxlaydigan payt bo'lyapti. Bolalar ertaga darslariga borishi kerak. Menimcha shu uchun hozir fikrlaringizni yozib olingizlar. Undan keyin esa yana bir darsimizni yopuvchi qismi bor. Qanaqadir ko'rsatuv bo'lmaydi, qo'rqmanglar. Prosta ochiq savol-javob qismimiz. O'zi ko'pchilik boyagi bir kunlik vebinardan keyin darrov ko'rsatuv bo'lishiga o'rganib qolgan bo'lishi mumkin. Bizda shunchaki hozir ochiq savol-javob anaqasi bo'ladi. Kurs sotuv bo'lsa mabodo men aytaman, nagil o'sha kurs bo'lyapti, qabul qilishlaring mumkin, lekin o'sha cheklangan bo'ladi albatta kurs bo'ladigan bo'lsa, sifat ushlab qolishimiz uchun u narsalarni aytaman o'zim, lekin hozir darsdan keyin, ya'ni mana shu darsimiz tugashiga shunchaki ochiq savol-javob qismimiz bo'ladi. Ungacha 26 kishi, 100 kishidan 26 kishi komment qoldiribdi. Endi hech bo'lmasa komment bilan bir anaqa qilib yuboringizlar endi. Dars qilam. Ustoz onlayn kursli dars qilasizmi? Mana bu aytaylik pulli kursda zo'r bo'ladi, bepul kursda unaqa bo'lmaydi deb ayta olmayman. Mana hozir qilayotganim ham kak onlayn kurs, faqatgina bepul versiyasi. Mabodo pullik qiladigan bo'lsam ham jarayonlar ozgina o'zgaradi, baribir tartib bilan bo'ladi, vaqtida boshlanadi xudo xolasa. Lekin baribir ham ko'rinishi shu tarzda, ya'ni savollar tahlili, o'rtada ora-turada o'shanga o'xshash savollar berib boraman. Hozir qilayotganim ham kak onlayn dars bu ham, onlayn kurs, faqatgina bepul versiyasi. Xo'p, ustoz onlayn yaxshi zo'r, lekin qotyapti. To'g'ri, mana buni xudo xohlasa ertadan to'g'rilayamizmi? Uxlamay bo'lsa ham to'g'rilaylik shuni. Ya'ni YouTube formatiga ham o'tkazamiz. YouTube formatiga ham o'tkazganimizdan keyin qanday anaqa bo'lishi mumkin? Ustunlik jihati bo'lishi mumkin. Tiniq ko'rinadi, birinchidan, qotmaydi. Shu ekanda ustunlik jihati tiniq ko'rinar ekan. Bu yerda esa ozgina qotib boshqa narsa bo'ladi. To'liq dars o'tira olmadik, shu kamchilik. Harakat qilingizlar to'liq dars o'tirishga. Ovozimni qo'shing ustoz, aytamiz ketma-ket. Albatta hozir anaqa qilaman. Al-Xorazm maktab hozir
bilan tayyorgarlik ketish emasmi? 7-sinfga Al-Xorazmiy maktabida qabul qiladimi degan savol bor. Qaysidir Al-Xorazmiylar endi ochilsa qabul qilishi mumkin, lekin 7-sinfda Al-Xorazmiy Al-Beruniy desangiz to'g'riroq bo'ladi. Al-Beruniy maktabiga yo'q kechmas, bemalol tayyorlansa bo'ladi. Bu kommentga anaqa javob yozmaysizlar, faqatgina kurs haqida mana 2 minut vaqt berdim-ku, fikr bo'lsa yozingizlar, mana unday faqat ha yo'qdan ko'ra mabodo fikr bo'lsa, soatlar haqida test bajaraylik. Hammasini bajaramiz xudo xolasa. YouTube bloklanganlar uchun Telegramda ham bo'laveradi. Dars zapisini berasizmi? Nasib bo'lsa dars zapisini ham beraman, ha. Qaytib ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Yaxshisiz, rosa ko'p tushunmay qoldik, qotib qolaverdi. Endi shunaqa bo'ldi-da birinchi safar, keyingi safarga anaqa qilmaymiz, xudo xolasa. Bizda juda ham qotib qoldi, uncha to'liq ishlay olmadik. Dars lekin qiziqarli bo'ldi. Kurslarga nechinchi sinflar qatnashsa bo'ladi? Kurslarga asosan hozir Prezident maktabi 2-bosqichi uchun kurs qilmoqchiman, mabodo qilsam ham. 3-4 sinflar qatnashsa bo'ladi, lekin agar 3-sinf, 2-sinflar bo'ladigan bo'lsa, ularni ota-onalari bilan qatnashib oilaviy o'rganishi mumkin-da. Ya'ni oilaviy o'rganib, u kurs saqlanib qoladigan bo'ladi. Shunaqaroq. Mabodo hozir mana kurs haqida to'liq ma'lumot berib o'tirmay, chunki hali kursimiz haqidagi anaqani ishlab chiqmadik to'liq. Kursimiz haqida ketyapti. Hozir ham ketyapti o'zi, mana 1 haftalik kurs, как bepul kurs. Kurs haqida to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, mana yozib qo'y. Hamma ko'pchilik so'rayapti shu narsani. Ma'lumot kerak bo'lsa, inspiring mas ga Xo'p, sinf birinchisi. Ikkinchisi ism, familiya. Ya'ni mabodo agar kurs ochilsa va muddatidan oldin to'lib qolsa, mana shu hozirgi kursga anaqa qoldirganlar bilan bog'lanib chiqishadi-da. Telefon nomer и 4-si viloyat. Xo'p, dars haqida fikrlaringizdan xursandman. Menimcha dars haqidagi fikrlaringiz xursand qildi. Bugungi dars menga juda yoqdi, juda manfaatli bo'ldi. Men ham juda xursandman bunaqa fikr berganingizdan. Menimcha eng katta fikr berganlardan siz beryapsiz. G'anisher Bekmatov. Menga eng yoqqan tomon dars qiziqarli va zerikarli bo'lmagan holda o'tgan. Savol-javoblar, mashqlar va tushuntirishlar orqali mavzu yanada mustahkamlandi. Ustozning o'quvchilarga bo'lgan munosabati, sabr bilan tushuntirishi ham juda yaxshi taassurot qoldirdi. Va juda havolantiryapti. Rahmat. Shunday foydali va mazmunli darslar davom etishini xohlayman. Bugungi dars bilimimni oshirishga katta yordam berdi. Shuning uchun ustozga katta rahmat va xuddi shunday fikr qoldirganingiz uchun sizga ham katta rahmat. Xudo xolasa olgan bilimingiz manfaatli bo'lsin. O'sha ko'zlagan maqsadingizga Prezident maktabi, Al-Xorazmiy maktabi kirib ketish nasib qilsin. Muhimi o'sha ilm yuqsin, berilayotgan ilmdan hammasi sizga ham. Endi anaqani yozib olishni o'chiraman-da, savol-javob. Mayli, yozib olishni o'chirmay, mabodo savollar bo'lsa qoldiring. Savollaringiz bormi? Savollaringiz deganda tayyorgarlik jarayonida endi ochiq suhbat qilamiz dedi-ku, bemalol o'sha nima qanaqa aytsam ekan? Mana o'zi ekranni o'chirib qo'yaveray, chunki ertadan boshlab full anaqaga o'tamiz. Rejali, ya'ni mana buni bugun o'tamiz, bugun kombinatorika o'tamiz, ertaga tanqidiy fikrlash, to'g'ri-noto'g'ri fikr, hammasini jadvali bilan ertaga tashlab, ertaga reja asosida ketamiz. Bugun ham aslida reja asosida bo'ldi, faqatgina kech boshlab qo'ydik. Uzr so'rayman. Shuning uchun mana uni ekranni endi o'chiraman. Endi buni ekranni o'chiraman-da.
Yo'q, zavrshit emas. Ekran translyatsiya qani? Ha, ekran o'chdi-ya. Endi mana buni bu yerga qo'yib qo'ydim. Xo'p, endi yozib olish davom etyapti. Savollaringiz bo'lsa, yozingizlar, men javob berib ketishga harakat qilaman. Ha, hozir qatnashayotgan kursingiz tekin. Hozir qatnashib turibsiz-ku. Demak, har kuni o'sha bir hafta davomida har kuni bu o'tadi va mutlaqo bepul. Qanday qo'shilish mumkin? Shunchaki shu kanalda bo'lasiz. Bildirishnomalarni yoqib qo'yasiz, ya'ni sizga dars bo'layotgan paytda Telegramingizga xabar boradi. Prezident maktabiga ariza topshirilyaptimi? 25-dan boshlanadi deyishdi. 25-dan prezident maktablariga hujjat topshirish boshlanadi. Xo'p, yana nima? Tugadimi dars? Endi darsda mana bu misol tushuntiriladigan qismlari tugadi. Asosan hozir endi ochiq savol-javob qismi bo'lyapti. Ulguramizmi ustoz? Qachon yana onlayn dars bo'ladi? Albatta ertaga bo'ladi. Yo'q, hali 25-mayda. Ovozimni oching. Xo'p, hozir mana bu komment savol-javobini qo'yaylik. Keyin yana qolgan uski anaqalar bilan yana ovozingizni yoqib ham savol-javob qilamiz. Xo'p, ulguramizmi ustoz mavzularda o'tishga deyapti. Mana bunaqada holat. Tayyorgarlik ko'rib yurgan bo'lishingiz kerak. Men ana unday nima deydi? Info biznesmenlar bo'ladi-ku, 2 oyda yorvorasiz deya olmayman. Baribir tayyorgarligingiz bo'lishi kerak, bazaviy bilimingiz bo'lishi kerak va undan keyin biz muammoni hal qilish va tanqidiy fikrlash mavzularini o'tishga ulguramiz nasib bo'lsa 2 oyda. Mana bu 1 haftada esa asosiy anaqalarni olishimiz mumkin. Unaqa kattaroq qiziqarli mavzularni. Xo'p, o'zi tepadagi anaqaga sirazi bir 20 kishimi qoldiribdi ekan. Tepadagi inspiring yozgan nomerlarni qoldiribdi ekan. Bilmadim, hali aloqaga chiqishsa kerak. Nima deyapti? Shu mavzuni butun tekstini tashlab bering, hammasi tushunarli bo'lmadi. Ayrim joylarda qolib ketdi, svez yaxshi emas. Bo'ldi, albatta tashlab beramiz. Yozib olganiga qarab. Dars yaxshi, siz tushunarli qilib o'tdingiz. O'g'lim lekin hech biriga javob topa olmadi. O'g'lim yosh o'qituvchi uchinchi qismni tugatyapti, lekin darsingizda qiynaldi. Sizning savollaringiz qiyinmi yoki o'g'limda yetarli ma'lumot yo'qmi? O'g'lingizda ham yaxshi bo'lishi mumkin holat. Men aytganimdek, bu imtihondagi savollar oxirgi darajada, ya'ni 1,5 oydan keyingi holatda bemalol yecha oladigan bo'lishi kerak. Hozir real imtihonda tushgan savollar asosida tuzilganda bu testimiz. Shu uchun o'g'lingiz darajasini past deya olmayman. Muhimi, men tushuntirgan paytim tushunib ketayotgan bo'lsa bo'ldi. Bizda svez yaxshi bo'lmagani uchun bir xillarini tushunmadim. Hozircha savolim yo'q, hammasi tushunarli bo'ldi. Dars qiziqarli o'tdi. Rahmat ustozi. Rahmat sizga ham. E'lon qilamiz. Sen yozuvni unaqa. Siz bundan nima foyda ustoz? Savob uchun vaqtingiz ketyapti-ku. Sizga bundan nima foyda ustoz? Savob uchunmi? Vaqtingiz ketyapti-ku axir. Xo'p, qanaqa javob bersak bo'ladi? Savob uchun deb qo'yaman. Endi ko'pchilikka mana bunaqa. Men hozir dars o'taman offlayn. Aytaylik 50-60 ta 100 taga yaqindir. 50-60 ta o'quvchim bor. 50-60 ta o'quvchim bor va menda maqsad paydo bo'ldiki, ko'proq odamga, ya'ni ko'proq onlaynda faoliyat yuritib, 1000 kishiga, 2000 kishiga o'zimni o'sha 3 yildan beri o'rganib kelayotgan metodlarimni yetkazish. Qanday foydalanish mumkin, ya'ni qanday tayyorlanish mumkin, shu narsalarni yetkazish istagi paydo bo'lib qoldi. Garchi vaqtimiz ketsa ham ko'proq odamga yetib borishi uchun. Shunaqaroq tushuntirsam bo'ladi. Ko'proq odamga dars o'tib, ko'proq odamga foydamiz tegishi uchun. Chunki o'sha bitta qobiqda 30-40 kishiga dars o'tib yurgandan ko'ra baribir ko'pchilikka bir bilib olgan narsamiz nima deydi? Yig'ib kelayotgan narsalarimiz yetib borishi bizni ham xursand qiladi. Sizlar dars uchun faqatgina shu rahmat aytib qo'ysalaringiz, tushunarli bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Hozirgi holatda bir haftalik darsda. Yutuqli savollarning pulini qachon berasiz? Hozir yozib olishdi, sizlarga yozishadi, pullarni tashlab beradi. Hammasiga 10 mingdan yutib qo'ydik adashmasam. Ustoz, buncha bilim, sabr boshqa odamlar qila olmaydi. Ustoz, buncha bilimni, sabrni boshqa odamlar. Rahmat kattakon, tushunarli, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizga ham.
Tak. Mana uzilib qolibdi-yu, 1% zarari qolibdimi? Xo'p. Mabodo yana anaqa bo'lsa, savollar bo'lsa, hozir davom etamiz. Ovozlaringizni ochib boshlayman. Ungacha men buni translyatsiyasini yopsam ham bo'ladi-ya endi. Ana bordi-ku. Translyatsiya yozib olyapti-ku. O'sha yopib o'raymi yo ovozli savol javob qilganimizda ham yozaversinmi? Bunday savollarga javob olaman deganda. Yozib olaversinmi? Shovqinli bo'lib anaqa qilib qolmaydi. Xo'p, mayli. Xo'p, mana bu akkaunt egasini ochyapman. Men sizni yaxshi taniyman shekilli. Chunki juda ko'p aktivsiz va xursand qilasiz bizni. Nozimaxon, Nazokatxon degan akkauntni ochdim, ovozli xabarni. Endi ovozli xabar ovozini yoqayotganlarim savol berishlaringiz mumkin. Ovozlaringizni yoqayapman so'raganlar. Kim boshlaydi? Boshlasin savollarini. Planshetni nima qilib yutib olish mumkin deyapti. Planshetni o'sha narsani aytmayapman-ku. Ozgina bir anaqa qilsalaringiz tushuntirib beraman. Planshet bor, 10 ta smartwatchimiz bor, 10 ta muammoni hal qilish kitobimiz bor, 20 kishiga umumiy holatda, balki ko'proq faollar bo'lsa, undan ham ko'proq sovg'alarimiz bor. Bir haftalik marafonda ham sizlar narsa o'rganasizlar. Unaqa ekranni qo'shib yubormang. Hozir o'chirib tashlayman unaqa ekranni qo'shib yubormang, Sevara Shukurova. Kirib ovozingizni yoqing desam, videolarni yoqib o'tiribsiz, unaqa bo'lmasin-da. Tak. Smartwatchni tushuntirib beryaptim. Planshetni. Ya'ni siz mana shu bir hafta davomidagi hamma darsimda qatnashgan bo'lishingiz kerak. Deyarli to'liq holatda, ba'zida o'sha muammo bo'lib chiqib ketmagan bo'lsa, to'liq holatda qatnashgan bo'lishingiz kerak. Testlar tashlab boraman, misol uchun ertaga yoki ertadan keyin yana yutuqli test bo'ladi. Ya'ni o'sha 30 talik yoki 20 talik formatda. Testlarda qatnashib yuqori ball olgan bo'lishingiz kerak. O'shalarda ichida agar o'shanaqalar ko'p bo'lsa, shularning ichidan saralanadi. Agar unaqalar kamroq bo'lsa, sizning o'zingiz bo'lib qolishingiz mumkin. Shu uchun ya'ni faol bo'lganlar deganda har kunlik darslarimizda qatnashish kerak va hamma testlarimizda faol qatnashib borish kerak. Bu degani juda ortiqcha shart emas shekilli, sizlarga naborot plus bo'ladigan narsa. Kimdirlar darsi ko'p bo'lsa, ozgina bir vaqtlaringizda ajratib, bir xillikdan chiqish uchun bir haftalik marafonda faol bo'lishga chaqirib qolaman. Bo'lishni chaqirib qolaman. Hop, yo'q hali. Yana nima savol bo'lyapti ekan? Savol kimdir gapirmaydimi? Shuncha kishining ovozi. Eshitaman. Marafon yetib bo'ladimi, hech kim biladi. Neto eshityapti. Hozir 1 minut gapirmay turasizmi? Men bir chiqib kiraydi. Xo'p. Endi gapiring-da. Marafon hech kim biladi. Siz assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marafon hech kim biladi. Marafon 7 kun bo'ladi. Bugun bilan 7 kun bo'ladi, keyingi yakshanbagacha. Bo'ldi, ustoz. Xo'p. Menikini oching. Ochilgan-ku sizniki. Mayli, mana qolganlarga ham gapirishga ruxsat berib qo'yapman. Mana gapirishni so'ragan hammaga ochdim. Gap marafon haqida emas, bolalar bemalol prezident maktabi tayyorgarlik. Mana shunaqa imkoniyat beryapman-da sizlarga. Telefon qilardida ko'pchilik. Ustoz, prezident maktabiga tayyorgarlik bo'yicha savolim bor dedi, lekin o'sha payti darsda bo'laman yoki material tayyorlayotgan bo'laman.
nima deydi? Vaqti bo'lmaydi-da, vaziyati bo'lmaydi. Keyin qarang, kommentda yozib qo'ysangiz, men vaqtim bo'lganda javob beraman yoki Telegramda yozib qo'ying desam, meni xafa bo'lib qoladi. Siz deydi, kibr ekansiz deydi, menga deydi javob bermadingiz deydi. Lekin biz ham dars o'tamiz o'sha payti. Shuni o'ylashmaydi-da. O'tgan safar bittasi telefon qilib 10 minut gaplashibman-da. Ana o'zi dars o'tishim kerak bir 20 minutdan keyin. O'rtada dam olayotgan payt 10 minut gaplashibman, yana opa bir maslahatli savolingizni bering, endi tezroq bir darsga qaytaylik biz ham desam, siz deydi, nima deydi? Men deydi, sizni shuncha hurmat qilib telefon qilyapman deydi, men darsimni gapimni oxirigacha eshitmayapsiz deyapti 10 minutdan keyin. Shuning uchun mana bemalol sizlarga imkoniyat beryapman, kimda mabodo savol bo'lsa, bersin deb turib, lekin mana bunaqa vaziyatda savollaringiz yo'q bo'lib qolyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Haligi birinchi savolni javobi qanaqa bo'ldi? Umuman qotib ishlamadi, men tushunmadim. Birinchi savol qaysi edi, anomi? Klaviatura savolimi? Ha, klaviatura savoli yutuqli. Yutuqliniki birinchisi holatini tushundingizmi? 15 ta chiqishini. Ha, 15 chiqishini tushunganman. Buni ham 21 deb o'yladingizmi siz? Yo'q. Qarang, 7 ta joy bor, 2 ta joylashtirishingiz kerak. Birinchisi bilan 6 ta, ikkinchisi bilan 5 ta, keyingisi bilan 4 ta, 1 dan 6 gacha yig'indi 21 bo'ladi, to'g'rimi? Ha? Endi sizda bitta raqam emas, 3 ta raqam ishlamayapti. Shu uchun ham 2 ta joyga 3 tadan joylashtirish 9 ta holat bo'ladi. 2 bilan 3 ta, 3 bilan 3 ta, 5 bilan 3 ta, 9 ta holat. 9 ni 21 ga ko'paytirib qo'ydik. Yana qaytib ko'rib olasizda, tashlab qo'yaman anaqani. Nimaga? Telegramgami, YouTube'gami? Telegramga tashlab qo'yaman. Rahmat. Xo'p, rahmat sizga. Xo'p, nima qilamiz? Yopamiz o'sha shekilli. Xo'p, kun bir kun emas, xudo xolasa ertaga ham, ertadan keyin ham, ya'ni 7 kun dars bo'ladi. Harakat qilaman, vaqt topilsa. Savol bormidi? Assalomu alaykum. Eshitaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Rahmat, charchamayapsizmi? Ustoz? Rahmat. Xo'p. Biz qizlarim Ovozingiz kelmay qolyapti-da. bilan qatnashayotgandik. Bizga yaxshi ovoz yetib kelmasa, svязimiz yaxshi bo'lmadi. Shunga Mhm. biz qizlarim bilan darsingizda qatnashayotgandik. Ovozingiz bitta ham yaxshi kelmasa, svязimiz yaxshi bo'lmadi bizda, o'zimizda. Ashuni zapis qilinganini tashlaysiz gruppaga? Ha, tashlab qo'yaman, kanalga tashlab qo'yaman. Zapis qilinganini gruppaga tashlaysizmi? Albatta, albatta. Telegram kanaliga tashlayman. Berilgan savollardan ikkitasiga javob berdik. Javobi to'g'ri ekan. Uni sizga ham jo'natib qo'ydik-ku. Shu birinchisiga tushunmay qoldik-da, biz eshitmay ham qoldik. Bo'ldi, qani qayta tashlab qo'yaman, qayta ko'rib olish mumkin bemalol. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Ustoz. Alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Ustoz, mavzu dars vaqt jadvallarining tabelini tashlab yuboring asosiy kanalga. Nimani? Dars vaqtini. Ha, dars vaqti har kuni 8:30 da. Yo'q, mavzular qanaqa mavzu bo'ladi? Nima haqida gaplashamiz shular? Xo'p, ertaga tashlab qo'yaman. Rahmat ustoz. Zo'r, unaqa savol berdi, nima dedi? Kerakli savol berdi. Kim kichik mavzu haqida o'ylanmoqda hali. Ustoz, assalomu alaykum. Ana siz 7 undov degan narsa qo'ydingiz-ku, o'sha nima degani? 7 faktorial qo'ydim. 7 faktorial degani, ya'ni 7 undov degani 1 dan 7 gacha ko'paytma. Agar u 5 undov bo'lgan deydi, 1 dan 5 gacha, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 ning ko'paytmasi bo'lgan bo'lardi. Ha, bo'ldi, tushundim. Men o'shanga qiynalib javoblarni noto'g'ri berdim. O'sha savollar javobini. Zo'r. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Prezident maktabiga qanaqa arizalar topshiramiz? Qanday qilib?
hali 25-dan boshlanadi. Uni haqida ham to'liq video qilib joylayman, anaqa qanday topshirish mumkinligi haqida. Rahmat. Hop. Ustoz, Hov, demak faktorial degani bu son va uni oldingi sonlarning hammasining ko'paytmasimi? xuddi shunday. Natural. O'zi va o'zidan oldingi hamma natural sonlar ko'paytmasi. Rahmat. Rahmat. Hop. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Alohida onlayn kursingiz ham bormi? Alohida deganda bir kishigami yoki umumiymi? Bir kishiga individual. Individual yo'qda, lekin bir kishiga yo'q. Ana Unaqa- umumiysiga ochishi mumkin. Endi u ham yo'q hali. Umumiy kursim ham yo'q. Endi ochilishi mumkin. Aha, o'g'lim 2-sinfdan beri Prezident maktabiga tayyorlanadi-da. Shu paytgacha yuqori o'rinlarda olib kelardi. Qandaydir hozir musobaqaga yaqinlashgan sari muammoli masalasi pasayib ketyapti-da. Ozgina charchatib qo'yibsizlarda bo'lmasa. Uni ham yechimlarini aytib o'taman, xudo xolasa, anaqalarda, darslarda sekin-sekin. Hali bir hafta vaqtimiz bor. Mana shu 2-3 oyda pasayib ketyapti-da. Qandaydir muammoli masalasi uzr ishlardi-da. Kuniga necha soat darsda bo'ladi, anaqada, offlayn darsda? Ertalabdan kechgacha. O'sha narsa, nimaga o'sha narsani tushunishmaydi odamlar, hayronman. Qachondan beri ertalabdan kechgacha darsda bo'ladi? Hozircha 1 oydan beri. Ay, unda normal, 1 yildan beri emasmi? Sentyabrdan beri uni shunaqa emasmi? Yo'q, undan oldin ertalabdan abidgacha, keyin maktabdan keyin qolib yana ishlardi, kechga kelib uyga yana dars qilardi, ertalab turib yana dars qiladi, yana ketadi maktabga, maktabdan yana o'qishga. Xo'p, qarang, o'zi biz mana misol uchun men o'zimda offlayn darslarimda misol uchun boshlanadi 4-sinfning boshida haftada 3 kun 1,5-2 soatdan darslar bo'ladi va bu norm. Mana ota-onalar shoshib chopish shart emas. Sekin-sekin yanvarlardan o'tgandan keyin haftada 3 kun 2 soatdan 2,5 soatgacha chiqariladi dars soatlari. Keyin maylarga kelgandan keyin o'sha haftada 3 kun ba'zilar ko'tarilgan gruppalar haftada 5 kun yoki 6 kun 3 soatlik grafikka o'tadi, unda maylarga kelib. Keyin iyulda уже 6-7 soatlik va har kunlik darslarga o'tiladi. Lekin ungacha ba'zi ota-onalar sabri chidamasdan tezroq kuchaytiraman deb 3 ta 4 ta kursga berib, ana bolani endi gaz qo'shadigan joyga kelgan payti gazni tugatib qo'yishadi-da. Shu narsa sal xatoroq ishlaydi. Ya'ni oxiriga borib 1 oy qolganda bola charchab qolgan bo'ladi-da. Shu uchun Mana misol uchun bir kun hali Akmal degan o'quvchim bor, Prezident maktabiga 1-o'rinda kirdi o'tgan yili, nasib qildi shunaqa bo'lishi. U ham juda kuchli emasdi. 4-sinfning boshida deyarli Prezident maktabiga umuman tayyorlanmagan. Ya'ni 4-sinfning boshida kelgan, umuman Prezident maktabiga tayyorlangan bola emas. Prosta maktabda bilimi sal yaxshiroq bo'lgan va u o'zbek tilini bilmasdi. Ingliz tilisi inglizcha topshirganda Prezident maktabiga inglizcha topshirgan, inglizcha matematika yechgan. Endi Akmalda o'zi ham aytadi, ustoz, o'sha oxirgi 2 oyimiz agar 3 oy bo'lib ketganda men aniq energiyam yetmasdi deydi-da. Tushunyapsizmi? Ya'ni agar o'shani 1 oy oldin boshlaganimiz deydi, oxirgi 1 oyda men energiyam yetmay qolardi. Shu 3 bo'lib kelib ulangan o'sha energiya yetmasligi va full energiyada ishlab chiqib, undan keyin 1 oy o'sha dam olishga kirib ketganda bolalar. Hozir esa iyunga kelganda ko'pchilik viloyatdagi anaqalar charchatib qo'yyapti. 8 soatlik darslarimiz, 10 soatlik darslarimiz deyapti. Lekin aslida 2 soatda ham yaxshi narsalar bersa bo'ladi. Qo'rq, mana 10 soat olib dars qildirgandan ko'ra. Va hech kim ota-onasiday oldida turib nazorat qila olmaydi bolani. Hech kim. Shu uchun qolganlar mabodo meni eshitib turgan bo'lsa, kimnidir farzandi 2-sinf yoki 3-sinf bo'lsa, unaqa qilmanglar. Ertalabdan kechgacha darsga qo'yib, kechqurun yana bir narsaga qo'yib, 10 soatlik darslarga unaqa bolani ham o'sha bolaligini ozgina qilib, bemalol fikrlashga qo'yib beringizlar erkinroq. Hozir bizda dars umuman o'ynamaydi ham, o'ynashga vaqti ham, faqat dars qiladi. Bo'sh bo'ldimi tez kechga mana sizda onlayn darsingizga o'tirib tez nimalar ishlaydi, misollar ishlaydi.
endi uni o'zingiz vaziyatni baholashni o'rganishingiz kerak. Hozir ham-ku bir ozgina hayit payti 5 kun, 4 kun dam oldiring bolani. O'sha ko'p narsalarga chalg'itmang, chunki ozgina energiya yig'ib olsin, sababi iyulda baribir qattiq darslar ketadi. O'sha marafon yuguruvchilar ham boshida tez chopib ketsa, oxiriga yetib bora olmaydi. Mana 42 kilometr marafon yuguruvchilar ham boshida tez chopib ketsa, yarmiga kelgandan keyin o'sha yiqiladi-da. Shuning uchun boshida sekin tezlashtirib anaqasini oshirib boradi tezligini va oxiriga borganda ham o'sha tezlikda uchsa, o'sha yutadi-da, katta ehtimol bilan. Bu ham hayotdagi anaqa ham imtihonga tayyorgarlik ham shunaqa narsa. Hozir muammoli masalada pastroq chiqyapti-da bari. Bu o'zi aytadiki, men yoshligida 4 yoshidan beri bu nimaga borganda qo'l bilan hisoblaydi-ku, mental arifmetikaga. Shunga borganim uchun shoshqaloq bo'lib qolganmanmi deydi-da o'zi. Aslida mental arifmetikani foydasi yo'q matematikaga. Men o'ylashim bo'yicha, просто bekor yurgandan ko'ra sal foydaliroq hisoblanadi. Lekin hech qanday bir zarari ham yo'q. Qandaydir miyasini sustroq sozlatib qo'yadigan. Rus maktabga bormaganmi o'zi? Yo'q, rus emas, o'zbek maktabga. Bo'lmasa ko'proq tahlil qilingizlar, nimalarda xato qilyapti. Asosan shu mavzular ustida ishlasin sekin-sekin. Asosan shu keyin charchab ham qolgan bo'lishi mumkin. Shu uchun ham muammoli masalalar ko'p vaqt oladi. Ya'ni katta savollar bo'ladi, keyin o'qishga erinib qolish ham mumkin. Shu narsalarni endi sekin-sekin to'g'rilaysizlar. U hammaning individual jarayonida o'zini. Uyga kelib shunday o'qiydi-da, bu emas, bu ekan deb so'z topadi-da. Nasıl Charchatib qo'yibman. Qani yo'q bunaqa endi farq degan. Ustoz, savol bersam bo'ladimi? Albatta. Mana birinchi bosqich imtihoni bo'ladi-ku, o'shandan keyin masalan, birinchi bosqichdan o'tdim, ikkinchi bosqichgacha necha kun dam bo'ladi? Dam bo'lmaydi aslida. Birinchi bosqichdan o'tsangiz, siz gaz qo'shishingiz kerak bo'ladi aslida. Lekin birinchi bosqichdan keyin 20 kunlardan keyin natijalar chiqadi. 20 kun oralig'ida 24 kunlardan keyin imtihon bo'ladi. Ya'ni birinchi bosqich o'tkazib 20-24 kun oralig'ida keyin imtihon bo'ladi ikkinchi bosqichdagi. Ustoz, o'sha kunlar men kursga chiqaman-da, kursga chiqishni niyat qilib qo'yganman. Juda ko'p vazifa berishadi-da, lekin darsga kelganda ponni tahlil qilishadi. O'sha vazifalarni ishlam yoki taxmin urami? Taxmin uraymi deysizmi? Ha? Taxmin ursangiz, anaqangiz ham taxmin bo'ladi-da imtihoningiz ham. Taxmin bo'lmaydi. Ishlang, siz hozir dars qiling, bo'ldi, taxmin haqida umuman o'ylamang. Hop. Ustoz, mavzular orasida muammoli va tanqidiylar ko'proq bo'ladimi? Kimda? Marafon oralig'ida muammoli va tanqidiy. Shunday, muammoli tanqidiy ko'proq bo'ladi. Tanqidiyda nimadir bor, muammolida ko'p qiynalaman-da. Endi sekin-sekin to'g'rilab ketamiz. Marafonda ko'proq tanqidiy muammo berishga harakat qilaman. Keyin kurs boshlansa ham 2 oylik kurs qilmoqchiman hali. O'shanda ham polni faqat muammoni hal qilish tanqidiy ko'rib o'taman. Ustoz, shu muammoli anavi juda qiyinroq bo'ladimi deyman-da. Endi hayot qiyin-da o'zi. Tayyor bo'lish kerak. Qiyin bo'lsa ham, oson bo'lsa ham. Ustoz, bu yutuqlarni bugunda o'zini testiga tashlaysizmi yo marafon tugaganda tashlaysizmi? Bugunni o'zida tashlayveramiz. Tashlavergan yutuqlarni, anaqalarni olib, kartalarni olib. Shu guruhga tayyorlanqani? Xo'p. Bo'ldi, bo'lmasa og'aynilar tugataversak ham bo'lar-a, o'zi 11 bo'lyapti. Uxlanglar, ertaga darsga borish kerak ko'pchilik. Ustoz, to'xtab turay. Mana 3-savolda, yutuqli savolda siz qanday qilib koordinatalardan chiqarib oldingiz javobini? Koordinatalarda chiqmaydimi? Yo'q-da, siz koordinatalarda joylashgan uchburchak
bu уже yuzasi ega bo'lib qoladi, yuzaga ega bo'lib qoladi. Mana qarang. Mana uchburchak bo'lsa, xuddiki mana ekranga men bu yerga yopishtirib qo'yilgan uchburchak kabi bo'lib qoladi. Keyin uni koordinatalari faqatgina o'sha to'g'ri to'rtburchakka to'ldirganingizda atrofidagi 3 ta uchburchakning yuzini topa olish uchun kerak. Katta to'rtburchakning yuzidan atrofidagi 3 ta uchburchakning yuzini ayirib tashlasangiz, o'rtadagi bizga kerakli uchburchak yuz kelib chiqadi. Bo'ldi, tushundim, rahmat. Najmiddin, mayli, men bitta savol bermoqchi edim. Albatta, bering. Yaxshimisiz? Qarang, mana o'sha maktab tugatyapti, insparingga boradi o'g'lim, unaqaga Sergeli filialga. Endi bu yog'iga uyda nima bilan qanaqa shug'ullantirsam bo'ladi? Yana ham kuchli tayyorlanishiga. Endi 3-sinf, baribir bu yog'iga bekor vaqti ko'p bo'ladi-ku. Maktab darsliklar yo'q, kanikul. Keyin internetda chiqyapti-ku, ana kenguruni kitoblari, o'shalardan olib o'zim uyda shug'ullantirsam, uni tahlilini qayerdan o'rgansa bo'ladi? Qarang, u shart emas. Chunki siz qanday kitob qarang, birinchidan o'qituvchisiz kim ustozi? Asilbek. Fakraz Asilbek ustozdan birinchi o'sha kitob haqida maslahat oling. U biladi qaysi kitob qanaqaligini. Agar u mana men maslahat bera olmayman-da, chunki u biladi uni qaysi jarayondaligini bolani. Balki bolangiz misol uchun tez charchab qoladigan bo'lsa, unga shart emasdir. Unga boshqacha usul qo'llash ma'quldir. Shuning uchun Asilbek ustozdan maslahat so'rasangiz, mana shunaqa vaziyat, mana shunaqa kitob ishlataymi qo'shimcha desangiz, u ham aytadi, ustoz, opa, yo ishlating, o'zim ko'rib beraman darsdan keyin yoki dars paytida ham o'zi yetarli bo'lyapti deb o'zi tushuntirib yuboradi vaziyatini. Hozir 3-sinf bo'lsa, ko'proq qilayotgan xatolar ustida ishlaysizlar, juda ko'p boyagi vaqtini to'ldirib tashlashga harakat qilmaysizlar. Ozgina erkin fikrlashni o'rgansin hali. Xo'p, rahmat. Xo'p, salomat. Xo'p, tugataversam bo'lar-a? Hammaga rahmat. Salomat bo'lingizlar. Ertaga yana 8:30da ko'rishamiz. Dars haqida fikrlaringiz bo'lsa, yana qoldirib ketaveringizlar. Dars tugagandan keyin o'qib bir maza qilib olay, men ham ozgina bir energiyaga to'lib ertaga darsga qaytaman. Men dars haqida fikrlaringiz degan. Ho, gapirib olay men ham. Gapiring, ustoz. Gapirib bo'ldim, shu dars haqida fikrlar degan anaqaga qoldirib yuborasizlar. Endi siz gapiring. Bu yerda Nilufar Farhodova degan ustozga ayting, bizlarga ovozimizni ochsin deyapti-da. Nilufar Farhodova yo'q-ku, mana ovozli anaqa oching deb so'ramagan-ku. So'raganmidi, Murod? Ochdimi? Ochilgan-ku mana. Aha, bo'ldi, ochgan bo'lsa o'shaga yozgan ekanda. Ochilganlar Ochdim men buni. Endi ochilgani ochildi do'stlar. Ertaga yozib qoldi, ertaga javob beramiz. Ha, ertaga ham bir hali dildan suhbat quramiz. Ungacha savollaringizni tayyorlab turingizlar. Ertaga endi menimcha tanqidiy fikrlash misollari bo'yicha boshlaymiz. To'g'ri-noto'g'ri fikrlar. O'sha gapirib olay. Ha, gapiring endi, mayli, bo'ldi. Men aytib bo'ldim. Tanqidiy fikrlash o'tamiz ertaga dedim. Endi siz gapiring. Ustoz, ana kurs ochsak edingiz-ku. O'sha kurs nechanchi sinflar uchun? 3-4 da. Taxminiy vaqti qancha? Boshqa kurslarim bilan parallel kelib qolmasa qo'shilardim. Taxminiy vaqti deyarli har kuni bo'lishi mumkin. Deyarli har kuni, chunki vaqt kam qolyapti va soat 8:30da, 8-8:30 oralig'ida boshlanadi. Xo'p. Ustoz, ana kurs jo'natdingiz-ku, o'sha kurs tekin. Qaysi kurs? Mana hozir o'tayotgan kursim tekin. Yo, bundan oldin yana tashladingiz-ku. Ismingizni tashlangiz, ism, familiya, telefon nomer, sinf. O'shalar tekinmi? Yo'q, u kurs hali yo'q. U kurs tashkil qilinsa, sizga ma'lumot beriladi, lekin tekin bo'lmaydi endi. Qandaydir chegirmalar, anaqalar marafon davomida yutib olishingiz mumkin, lekin u pulli bo'ladi menimcha, katta ehtimol bilan. O'tilsa hali, tashkil qilinsa u. Kattakon rahmat ustoz berayotgan bilimlaringiz uchun. Rahmat sizga ham, salomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Ustoz, yaxshimisiz? Rahmat. Men o'g'limni sizlarga berganman. Rosa zo'r o'rgatgansizlar. Rahmat. Haligacha shu bilim bilan maktabda zo'r o'qiyapti. Endi prezident maktabiga topshiruvdi. Endi o'tolmadi, lekin yaxshi o'rin oluvdi. 12 mingta boladan yaxshi minginchi o'rinni oldi, lekin zo'r natija shuncha bolaning ichidan ham. Shunaqa. Aslida o'sha ham yaxshi natija. Ko'pchilik uni bilmaydi-da. Ko'pchilik bolasini 24 tani biri bo'lishini xohlaydi, lekin olgan bilimlarini hech kim mana sartaroshga qilib ko'rmaydi. Maktabda ham yaxshi tumanga chiqdi. Tumanda ham matematika bo'yicha 4-chi o'rinda olib keldi. Zo'r. Lekin sizlardek ustoz topolmadim. Hozir Alberuni maktabiga topshirtirmoqchi edim o'g'limni. Bu yil 8-sinf. 1 yil tayyorlash kerak-da. U yerda ingliz tili 50% ingliz tili ekanda, ingliz tili 1-o'rinda ekan. Bizni Novzadagi filialimizni bilasizmi? Men anaga borganman. G'ofur G'ulomga qatnaganmiz biz. Qarang, Novzadagi filialimiz bor hozir. Anaqa nima edi? Sport tovar chorrahada. Metroga yaqinmi? Biz Qo'yliqda turamiz-da. Ana Inspiring Mazga yozsangiz ham-ku manzillarni tashlab beradi. O'sha tepadagi Inspiring Yo, Maz men degan. ko'p yozdim-da. Ko'p ana ustoz bor-u. O'zlari asos solgan ustoz bor, Sherzod katta ustoz. ustozlar. Sherzod ustoz. Shularga ham Instagramdan yozdim. Siz nimadan yozdim? Hech kim javob bermadi-da. Keyin biza hozir Bektemir tumanida turamiz-da, biza Vodnikda. Bizaga Yashnobod yaqinroq ekan, lekin u yo'llar juda chap ekanda. Qarangda, bunaqa sizga endi Alberuni kerak bo'lsa, to'g'risi Alberuniga juda talab yuqori emasda hozir. Ya'ni ixtiyoriy filialda 2-3 tadan gruppa ochish imkoniyati yo'q-da. Yo, shunga so'rayapman sizdan. Menga eng kuchli ingliz tili fanidan, matematika fanidan ustoz kerak bo'ladi, chunki уже 8-sinfga o'tadi-ku. Metro yaqin bizaga. Opaga yozaman. Metroda borib kelaveradi. Qarang, sizga yozishadi hozir Novza metrodagi filialimizga kelsangiz, tashlab beradi. Matematikadan Sherbek ustoz bor, Sherzod ustoz ikkalasi dars o'tishadi bitta gruppaga. O'sha asoschi ustoz bilan Sherbek ustoz ikkalasi o'tishadi. Ingliz tilidan Anna Aladina degan ustozimiz bor. O'zi Sefer'ni o'sha anaqasini nazorat qiladigan ustoz. Endi hozir bormay sentyabrdan xudo xolasa qo'yamiz-da. Bo'ldi, o'shani aytganimdek tashlab Kanikulda ozroq dam oladi-da. Siz aytgan ustozlarimni eslab qoling, bo'ldi. O'sha Anna ustoz ingliz tilidan. Meni yozib oling. Hozir. Qarang, keyin sizga tashlab ham yuborishadi va bir kelib ketsangiz ham ko'p ma'lumot olib ketasiz-da. Kelib administrator bilan gaplashib Novza, menga Telegramimga lokatsiya tashlab qo'ying. Xo'p, tashlab yuborishadi hozir. Novza. Kim familiyasi matematikadan? Sherbek Bahriddinov. Ingliz tilidan. Anna Aladina. Bo'ldi, sizga yozib qo'yadi, opa. Hozir biz mana 60 kishilik bo'lsa, qolganlar savollarni bir ko'rib chiqsam. Bo'pti, rahmat, sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Rahmat. Ustozingizni yaxshi dam oling. Xo'p, rahmat, salomat bo'linglar. Bo'ldi, endi mabodo ertaga savollarga olib qo'yinglar, bo'lsa javob beraman. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Hop, rahmat. Komment qoldirmaganlar, komment qoldirib ketinglar dars haqida. Bo'pti, Bo'pti, rahmat. tak.